Qizlar yaxshimisizlar? Qizlar mana sizlarga ikkalasini solishtirish uchun alohida mana olib qo'ygandim. Buni ichida bor hali, lekin Oriflameda ishga kirganimdan beri buni umuman ishlatmayapman. Bir burchakda yotadi, tashlaversa ham bo'ladi, chunki ishlatmayman. Lekin bularni bilasizlar, suruqlari bo'ladi orqasida, nimalarimda ham aytib o'tganman. Sizlarga mana har bitta olgan mahsulotlarimizni mana shu joyida xira bo'lib qolyapti. Nimamiz bo'ladi? 12 mesец ekan, 1 yil ekan buniki. Buniki ham 12 mesец ekan, lekin buni o'tgan yil olgandim. Mana shu CC kremlari, bu CC krem, bu солнцезащитный krem, bu ham солнцезащитный krem SPF 50 bor ichida. Lekin qizlar, bu o'sha doktor Kupuniki rosa maqtab ishlatishadi. Telefonlarda ham rosa YouTube, Instagramlarda chiqadi mana shu, rosa maqtashadi. Shuni 400 mingdan shu 480 minglarga adashmasam olganman o'tgan yili. Lekin bunga a'zo bo'lganimdan keyin faqat bu narsasini ishlataman. Bu bilan buni farqini уже sezib qolar ekansizlar qizlar. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilaman. Mana buni ham qopqog'i yo'q lekin qizlar. Ko'rsataman sizlarga ochib. Mana hali ichida bemalol ishlatsa bo'ladi. Ichida hali ko'p suruq ham ko'rsatishim mumkin qizlar. Mana hozir ko'rsataman sizlarga suruq. Bu doktor Kupuniki. Mana CC kremi. Bu o'zimizniki. Bu doktor Kupuda ham nimasi bor qizlar? SPF 50 bor. Qizlar, qo'yib ko'rsataman. Mana endi bu yoq tomoniga o'zimiznikidan suraman. Qizlar, ko'rasizlarmi bu qanaqa yumshoq-da? Shunaqa yumshoq. O'sha ishlatgandan keyin krem bilan, krem emas, SPF bilan ham hammasini farqiga boradigan qo'lar ekansizlar qizlar. Mana meniki shunaqa qanaqadir mayin, mana ushlagan o'zida ham ichida kremoviy zo'r massasi bor-da, yuzinglar qurimaydi-da. Mana ko'ringlar qizlar. Mana ko'rasizlar, mana men boyagi surganim doktor Kupuniki. Qanaqadir quruq, qaqshab qolar ekan-da. Bu shunaqa zo'r struktura berar ekan. Endi men sizlarga qanaqa yetkazib beraman bilmayman, lekin menga mana shu yoqdi ko'proq. O'zim ishlaganim uchun maqtash emas. Shu mana bu narsani men doktor Kupuniki ishlatayotgan, umuman ishlatayotganim yo'q. Hali surug'i kelgani yo'q, lekin ishlatmayman, chunki menga mana bu yoqdi. Buni ishlatayotganim uchun buni ishlatmayman. Buni 480 minglarga olganman. Kosmetologga borganimda kosmetologdan sotib olgan edim buni. Koreyadan o'sha zakaz qilar ekan. O'shanda olgan edim. SPF kerak bo'lgani uchun, lekin hozir o'zim ishlayapman. Menga umuman kosmetolog ham hozir shart emas, chunki Oriflame o'zida skrablari bor, Oriflame o'zida kerakli mahsulotlari bor. Bemalol yuzni tozalab, o'zingiz uy sharoitida chiska qilsangiz ham bo'ladi. Zo'r. Shuni sizlarga obzor qilib bermoqchi bo'ldim. Qaysi biri o'zingizlar ma'qul kelganini olishinglar mumkin qizlar. Sog' bo'linglar.